Mana bu galgi obyektimizdan bitti. Bunda temirdan aborot veshkalar qilinyapti. Bu ikki aborot o'zi tarafı aborot qilinadi joy torligi sababdan. Bir xonaga bunda suv isitadigan, ikkinchi xonaga radiator ham qo'yilgan. Ikkita radiator qo'yilgan. Issiq o't yonyapti. Yonishlarni ko'ringlar. Orqasi banya. Banya mana bunday tekis holda disk. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqa olasizlar.